Bugun qonning biokimyoviy tahlili qanday olinadi? Shu haqida tanishib chiqamiz. Qonning biokimyoviy tahlilini olishdan avval tahlil uchun yo'llanma to'ldirib olinadi. Yozgan yo'llanmamizga asoslanib, probirkaga ham shu ma'lumotlar ko'chiriladi, ya'ni bemorning ism, familiyasi va nechinchi tartibdagi qon olishimiz raqami yozib qo'yiladi. Qo'llar yuvilib, antiseptik bilan ishlov beriladi va bir martalik qo'lqop kiyiladi. Jibutni tirsak bo'g'imidan 5-10 sm yuqoriga qo'yiladi va biz eng qulay venani tanlab olamiz. Teri spirt bilan markazdan chetga qarab ishlov beriladi. Tana kesik tomonini yuqoriga qaratib, 30 gradus burchak ostida venaga kiritiladi va qon shpritsga olinadi. Jigut yechiladi. Ignani ehtiyotkorlik bilan chiqarib, inyeksiya joyiga steril paxta bosilib, bemorga qo'lni bukib 5-7 daqiqa ushlab turish aytiladi. Qolgan qon namunamizni yo'llanma bilan birgalikda zudlik bilan laboratoriyaga yuboriladi.